Qulluqdan azat bo'lash. Eng bizga uyg'un keladigan kelima shu. Ammo biz istiqlol, mustaqillik kelimasini mush kelimaning ma'nosini to'shaydigan qilib tushungachga biz mustaqillikda ishlasak hech nima bo'lmaydi. Allah yana bu yerda beyinini Allah o'zi tarjima qilib beradi. Beyini kimdi? Rasulun minallahi yatlu suhufen mutahharatan fiha kutubun qayyima. O beyine bir peygamberdir deydi. Elçidir, Allah tarafından kelgan bir elçidir. Bu elçi Allah'ın peygamberi nait pakiz sahifelerini tilavet kıldıgan bir elçidir. Pakiz sahifelerini şek şubu bulmagan hemmenes enik halalı mı enik, haram boğan mı enik, günah boğan mı enik, sevap bulduğunu mı enik. Hemmenesi enik yazılgan pakiz sahifelerini tilavet kılıdı. Tilavet kılıdığan şu peygamber beyineydi dedi. Uçuk delil. Fiha kutubun qayyime. Bu peygamberinin bu tilavet kılgan bu suhufu mutahharede. Pakiz sahifelerin içinde şundak hükümler baki qayyime. Tüptüz. Ta kıyametkiçe kalıdığan, özgürüp ketmeydiğen bayarlar var. Qayyime degan hech qachon o'zgarmaydigan, qimmatini hech qachon yo'qotmaydigan. Dinimizning qimmati shundaq-ku, dinimizning hukmi ana hukmlar hech qachon o'zgarmaydi. İjtihadi masalalarni sir. İjtihadi masala zamonning o'tishiga ergishib, sharoitlarning o'zgarishiga ergishib, o'zgardi muomalatdagi ijtihadlar. Ama aqidada o'zgarmaydi. Aqida ta qiyomatgacha o'zgarmaydi. İbadetning shakllari o'zgarmaydi. İbadet masalalari o'zgarmaydi. Faqat muomalatdagi ijtihodiy masalalar ummatning manfaatiga ko'ra asosiy emas, asosli emas. Furuati tubdagi shaxslarga hujayraga o'xshash. Sizlar aytgan hujayraning misol keltirdilar. İnsan vücudu o'xshash, u odam o'xshash yana. Abdulahat, ama ichidagi hujayralar turdi. Shunga o'xshagan ummatning manfaati uchun hujayralar o'zgaradigan, ammo qimmati ana yo'llari faqat o'zgarmaydigan. Shunday bir kitobni tilovat qildi bu payg'ambar shu beyini shu deydi. Shuning uchun Muhammad alayhissalom bizning payg'ambarimiz. Her qanday delil bo'lgan vaqtda nimish mandaq qilsa desa Muhammad alayhissalom mandaq qildi ekan, Muhammad alayhissalom ma'ni debdi ekan, Muhammad alayhissalom ma'ni qildi ekan. Muhammad alayhissalom bilan apirib taqiy olsa, delil bo'lash yetadi degan ma'ni chiqadi. Va ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ehli kitaplar, kitap berilganlar, yani Yahudi ve Hristiyanlar, ularga faqatla beyine kelgandikilar ma'lum ketib parchalanib ketdi deydi. Yuqorqi oyatning mazmunini va yana bir takrorladi Allah. Bu ehli kitaplar burun birti deydi. Burun birti Muhammad alayhissalomni qo'llaydi. Faqat bu beyine kelgandikilar parchalanib ketdi. Muhammed Aleyhisselam kelgandek yıldan her tarafı çeçilip Hristiyan tarafı, Yahudi tarafı, müşrik tarafı parçalanıp gitti. Hazır Uygur'daki ehli kitapta maşında koy. Mesela biz Uygur'un ehli kitap deyimiz. Kulumuzda Allah Kur'an bergen Kur'an başlıyor ama ehli kitap bizim. Ama Uygur'un içindeki ehli kitapın içinde nurgun adamlı var. Müslüman mısın? He. Elhamdülillah Müslüman. Bunun nime? İslam. Deydi o. Ama Allah ma'ni debdiken, Peygamber Aleyhisselam ma'ni debdiken diyenlikler. O dini gapni qo'yanglar, dini gapni qilishmaylar. Dini sohbatni qo'yanglar. Dini sohbat bo'lmasin, undaq deb. Faqatlam Allohning kalami chiqqandikilar faslini chiqdi. Bu Uyg'urning ichidagi ahli kitoblar. Tatbiqlikqa vaqtida bu bek jiqildi. Uyg'urning ichidagi ahli kitoblar bek jiq. Hozir vatanda mi jiqlabdi, bular chet eldagi ahli kitoblar bek ig'ir. Masalan, bir yerda qo'rqmay hozir chet elda
bir müşinçilik bir edim toplangan yerde korkmay Allah manda degan Peygamber Eslam manda degan degidik. Vatanda qo'rqqandan bekra qo'rqaydi. Qo'rqaydi yani. Çünkü normalde ayrım paranlaşqa vaqt musulmon mesela sen musulmon. Dinin nima İslam. Hatta deydi ki bizning o'sha islom dinimizni ishq salish orqali bizning millatimizni qo'g'damasak bo'lmaydi deyishni biladi. İslamiyatni foydalanib turib millatni qo'g'damasak bo'lmaydi degan nuqtai nazarni biladi. Ya'ni Türklar istismar qildi deydi-ku. Suiiste'mol qilishni biladi. Ammo amaliylashtirishga kelganda dinning gapini qilmanglar. Uning gapini qilmanglar, buning gapini qilmanglar, diniy suhbatni rapiranglar, ashna qilib qarshilik beradi. Bu bayina kelgandan keyingi reaksiya. Ya'ni Uyg'urlarning ichidagi ahli kitobningki parchalanib ketishining sababi shu. Asli biz ahli kitob bo'lgandan keyin Alloh bizga Qur'onni bergandan keyin kitobimizga isilsak, bayina bo'lgandan keyin qo'limizda bir bo'lishimiz lozim. Ammo unda bo'lmaymiz. Nurg'i yaldi qo'rqmay to'g'ri tuzgin Allohning va Rasulining gapini qilib bo'lmaydi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Buradagi o'lcham nimada? O'zimizning mu'min va musulmonligimizni o'lchaydigan o'lcham mana bu oyatda chiqadi. Bu ahli kitoblar faqatlam Allohga ixlos qilgan holda ibodat qilishga, muxlis bo'lgan holatda, hunafa bo'lgan holatda ibodat qilishga buyurilgan deydi. Muxlis degan Allohga xolis ibodat qilish, Allohga shirk qatmaslik. Muxlisi mushrikinninki ziddi, ta'tiri. Muxlis bo'lgan odam mushriklikdan qutuldi degan gap. Mushriklikdan qutulgan odam muxlis bo'lgan bo'ladi. Mushrik bo'lib qolgan odam muxlis bo'lolmaydi. Dinni Allohga xolis qilgan holatda ibodat qilishga buyurilgan edi bular. Hunafa tarafsiz bo'lgan holda. Faqat moyil bo'lishni faqat Alloh bilan moyil bo'lish. Boshqa yerga emas. Siz nima qilmanda qilasiz, men manda mazhabdan bo'lg'achqa yoki mazhabdan bo'lg'achqa biz manda qilamiz emas. Siz nima qilmanda qilasiz desa, musulmon mening payg'ambarim shunday buyurgan. Mening kitobimda shunday chiqdi. Payg'ambar alayhisolamning kitobida chiqdi deb musulmonlik qalpog'i bilan Allohga yo'langan holda Allohga xolis ibodat qilishga buyurilgan. Ammo men falani jamoatdan bo'lg'achqa munda qilamiz. Falani sulukdan bo'lg'achqa munda qilamiz. Unda qilish tarafbozlik hisoblanadi. Yana bularga namozni ado qilishga buyurilgan edi bular. Yuqimus salat, namozni nima qilish? Biz ado qilish deb tarjima qilamiz-ku, yuqimuga. Arabchada qama degan gap yurutudi. Yurutudi degan gap qama. Aqama degan nima? Yurutug'izdi. Yurutug'iz. Namozni, salatni yurutug'izish. Salat nimetda dinning to'rigi. Dinimizning to'rigini yurutug'izishga buyurilgan bo'ldi. Buniyal İslamı ala xamsinde bina kelimesi çıkdı şu yerda. İslam 5 narsani ustiga qurilganda. Dinning to'rigini tikilgan vaqtda islom degan bir uy qurilgan bo'ladi. Shuning uchun eng boshda dinning to'rigini turg'izish lozim, tik turg'izish lozim. Shuning uchun burada aqomi kelima. Biz namoz o'qiydi deymiz. Namoz o'qiydi. O'qiydi degan arabchada qiroat, ta'lim ma'nada uni ifodalaydi, o'qiydi degan gap. Biz shunday deb olamiz. Ammo ma'nosini arabchadagi iqoma ma'nosiga pek to'g'ri kelmasa, lekin bizdagi anlam o'qidi ma'nosida emas-da, lekin o'qidi ma'nosida emas. Ijro qilish. Mening demoqchi bo'lganim bu yerda namozning ruhini o'zimizning ruhiga va millat orasiga barpo qilish degan, tiklash. Namozni tiklashga, dinning ruhini tiklashga buyurilgan bo'ladi dedi. Va yu'tuz zakat, va zakatni berishga buyurilgan dedi.
Mana muşo ve zalike dinul qayyime. Mana muşo mustaqim, tüz, özgermeydigan din muşo idi. Bu da muşununga buyurilganda bu beyine kelgendikilla beyine muşo bizniki mu'min musulmonligimizni o'lchaydigan o'lcham. Mush kelgendikilla parchalanib chiqibdi. Namoz nima uchun o'qiymiz? Alloh bilan aloqamizni kuchlantirish uchun. Namoz mu'minlarning miroji. Biz mirojga chiqqan vaqtda Alloh bilan so'zlashimiz. Alloh bizga buyruq berdi, biz buyruqni labbayk deymiz, sa'dayk deymiz, ma'qul deymiz. Shuning uchun namoz o'qigan vaqtda xuzu xushu namozning rukunlari qatorasida. Xuzu xushu degan